Assalomu alaykum, hurmatli Rohiba kanal kuzatuvchilari. Kelinglar, bugun sizlar bilan ko'nglingizdagi inson bilan bo'lgan munosabatlaringizni ko'ramiz. Ya'niki o'tmishingiz, hozirgi paytdagi munosabatingiz va kelajagingizdagi bo'ladigan munosabatlarni ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda 3 ta variant berilgan. Va mana bu kartalardan sizga bo'lgan maslahat. Demak, mana bu qatorimiz birinchi variant, ikkinchi qatorimiz ikkinchi variant, uchinchi qatorimiz uchinchi variant deb olamiz. Demak, birinchi variantni tanlaganlarni ko'ramiz. O'rtangizdagi yaxshi ko'rgan insoningiz bilan munosabatingiz o'tmishda, hozirgi vaqtda va kelajakda. Xo'p, bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda demak o'tmishda pravosudие kartasi tushyapti, ya'niki bu справедливость kartasi ham hisoblanadi. Bu karta asosida nima deya olaman? Судебный разбирательствоlar bo'lgan paytlarda tushadi bu karta, ya'niki o'tmishda, misol uchun aytaylik, siz bывший eringizni, ya'niki sobiq turmush o'rtog'ingizni ko'rmoqchi bo'lgandirsiz munosabatini, yoki bu yerda o'sha yaxshi ko'rgan insoni bilan oila qurishgan o'tmishda, yoki yaxshi ko'rgan insoni bilan o'tmishda ajralingan. Xo'p, demak, agar to'g'ri kelayotgan bo'lsa, variantni ko'rishda davom eting. Bu yerda yoki oila qurilgan yoki oila ajralgan. Hozirgi paytda nima? Hozirgi paytda nimani ko'rishimiz mumkin? Demak, hozirgi paytda sizni munosabatingiz og'riqli, ya'niki erkakka ham ayolga ham bu munosabat og'riqli ravishda berilyapti. Mana ahamiyat bersangiz, kartada mana uyga og'ir yuk bilan ayol kishi ham erkak kishi ham mana shu yo'lni bosib o'tib borishi kerak. Ya'niki bu og'riqli yuk sizda ham, demak, o'sha uy hayolingizdagi insonga ham munosabatlar hozir yengil berilmayapti. O'rtanglarda bo'lishi mumkin qanaqadir kelishmovchiliklar, ziddiyatlar bo'lishi mumkin hozirda. Xo'p, kelajakda nima kutyapti? To'g'risini aytsam, juda ham og'ir rasklad tushdi. Ya'niki munosabatlaringiz bu yerda og'ir. Men nafaqat kartalar orqali ko'raman, balki tanam orqali ham og'riqni his qilaman, insonlarning og'rig'ini. Bu yerda kelajakda nimani ko'rishimiz mumkin? Kelajakda uchinchi shaxs aralashishi mumkin. Ya'niki aytaylik, yaxshi ko'rgan insoningizga yana ko'z iladigan boshqa bir ayol ham bo'lishi mumkin. Bu narsadan ehtiyot bo'ling. Demak, yoki qaysidir partnyordan, ikkalangizdan qaysi biringizdir yolg'on ishlatishingiz mumkin kelajakda. Xo'p, kartalar sizga bu vaziyatda nima maslahat beradi? Mana qarang. Bu boshqa kolodadagi karta, bu esa boshqa kolodadagi karta. Lekin bir xil karta tushdi. Sizda demak, o'tmishingizda ham справедливость tushyapti. Demak, maslahat sifatida ham справедливость karta tushyapti. Ya'niki bu yerda sizda kartalar nima maslahat bermoqchi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, demak, o'zbek tilida aytganda haqqoniy ravishda yechim qiling. Aytaylik, siz nohaq bo'lsangiz, siz payti kelsa uzuringizni, kechirimingizni so'rashni o'rganing. Yoki partnyoringiz tarafidan nohaqlikni sezsangiz, bu narsa to'g'risida ochiq oydin, ya'niki gaplashib olishingiz kerak, o'stirib qo'yishingiz kerak savolni. Xo'p, agar variant to'g'ri kelgan bo'lsa, demak, bu sizning variantingiz. Bu yerda yoki o'tmishda oila qurilgan
insonlar ko'ryapti yokida o'tmishda ajralgan insonlar birinchi variantda. Demak, ikkinchi variantni tanlaganlarni demak o'tmishi, hoziri va kelajagi. Demak, bu yerda ko'z tegmasin, yaxshi kartalar. Demak, o'tmishda nimani ko'rishimiz mumkin? O'tmishda biz ko'ryapmiz o'sha mehnatni, ya'ni munosabatlarda bo'lgan qiyinchiliklarni yengib o'tib, o'shani hosilini kutgansizlar o'tmishda. Demakki, bu yerda kimdirlar o'tmishida o'sha munosabatida ona bo'lgan bo'lishi ham mumkin. O'sha yaxshi ko'rgan insonini o'ylab anaqa qilgan bo'lsa, o'sha insondan farzand kutgan bo'lishligi ham mumkin. Demak, bu yerda o'tmishda mehnatni, munosabatda bo'lgan vaziyatni mevasini kutgansizlar. Demak, hozirda qanday? Hozirda munosabatinglar iliq. Bu yerda ko'proq demak, siz erkakni haqiqatdan chin dildan yaxshi ko'rasiz, unga muhabbat ko'zlari bilan termulasiz, unga bo'lgan munosabatingiz sof-chin. Haqiqatan bu yerda hozir munosabatinglar iliq. Ya'niki hozirda hech qanaqa munosabatinglarda muammo yo'q deb ayta olaman. Demak, kelajakda nima bo'ladi munosabatlaringizda? Xursandchilik, o'yin kulgu, aytaylik, oila bo'lsangiz, o'sha oila davrasida qanaqadir bayramni nishonlashingiz mumkin yokida meropриятияларga birga borishingiz mumkin. Ya'niki o'sha to'y hashamlarga oilaviy bo'lib borib, agar hali oila qurmagan bo'lsanglar, qanaqadir bayramni nishonlab, birgalikda xursandchilik kutyapti sizlarni kelajakda. Xo'p, demak, sizga kartalar nima maslahat beryapti? Xo'p, demak, kartalar bu yerda sizga nimani maslahat berishyapti? Bu yerda nima deb aytib olaman? Tuz mecha tushyapti, ya'niki bir xil payti emotsiyaga berilmang. Mana bu yerda sizni ko'ryapmiz, более эмоциональный, более чувствительный insonsiz. Ozgina demak, qattiqqo'llikni ham yoqishingiz kerak ekan munosabatlarda. Demak, xo'p, bu ikkinchi variantimiz edi. Demak, uchinchi variantlarni tanlaganlarni ko'ramiz. Ularni munosabati o'tmishda, demak, hozirda hamda kelajakda. Munosabatingiz demak, o'tmishda qanday bo'lishi mumkin? Bu yerda o'tmishda ko'rishimiz mumkinki, o'rtanglarda расстояние bo'lishi mumkin. O'tmishda misol uchun urushib qolgan bo'lishinglar mumkin. Ya'niki urushib qolgan holatda bir-biringlarni pinhona kuzatgan bo'lishinglar mumkin. O'sha Telegram orqali, WhatsApp orqali yokida Instagram shunaqa tarmoqlar orqali bir-biringlarni kuzatgansizlar. Yokida o'sha bu yerda masofa tushyapti. Ya'niki yaxshi ko'rgan insoningiz bilan o'tmishda masofa bor. Go'yoki siz unga uzoq bir yulduzga termulgandek termulgansiz. U ham sizga xuddi shunday. Demak, bu o'tmishinglarda. Xo'p, hozirgi paytda munosabatinglarda nima bo'lyapti? Hozirgi paytda munosabatinglarda nima bo'lishi mumkin? Qaysidir partnyordan qaysi biringlarni xafasizlar. Bu yerda o'rtanglarda hozir xafagarchilik ko'ryapman. Ya'niki demak, bir-biringlarga sal qattiq gapirgan bo'lishinglar mumkin. Bu yerda lekin ko'proq erkagimiz azob chekyapti. Bu yerda ayol azob chekayotgan karta tushmayapti. Erkagimiz ko'proq bu munosabatda ololmaganligi uchun nimanidir o'shandan xafa. Bu yerda erkak ko'proq his qilyapti. Xo'p, demak, kelajakda nima kutyapti? Kelajakda demak, o'sha o'rtanglarda agar bo'lgan qandaydir konflikt bo'lgan bo'lsa, mana aytdim-ku, xafagarchilik bor deb. O'shani уже sizlar aniq-tiniq muhokama qilib olish kutilyapti. Ozgina tortishuv orqali muhokama qilib olasizlar. Ya'niki o'sha hamma o'zini fikrini aytadi bu yerda. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu kolodamizda, bu kartamizni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda bitta narsani talashyapti ikkita sopernik.
ya'niki o'sha o'rtalarda sal tortishuv bo'lib bir nimani ustida talashishingiz mumkin. Xo'p, sizga kartalar bu vaziyatda nimani maslahat beradi? Xo'p, bu yerda kartalar sizga nimani maslahat beryapti? Xudo xolisa yaxshi yechim topilinadi bu vaziyatga, faqat shans bergin deyapti. Yana bir bor u insonga shans bergin degan maslahatni berishdi sizga kartalarimiz. Demak, shu variantlarimiz men uchun, lekin eng og'riqli mana bu birinchi variant bo'ldi. Kuzatayotganingiz uchun rahmat. Munosabatlar to'g'risida demak rasklad qildik. Izohlarda iltimos bo'lishinglar to'g'ri kelyaptimi? Yana qanaqa mavzular to'g'risida o'chirim qiling, o'shalarni ham yozib mavzu bersanglar bo'ladi. Ko'rishguncha xayr.